Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mush ayning 23-kunidan 25-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashining tayyorlik xizmatlari asosiyatdan tamomlandi. Germaniyaning qadimiy shahri Myunxendagi fidokor Uyg'ur jamoati Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organining yetakchiligida dunyoning 30 ga yaqin davlatidan bu navbatlik milliy kengashga qatnashish uchun keladigan aziz mehmonlarimizni loyiqada kutib olish va milliy kengashning muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga kafolatlik qilish uchun umumyuzlik safarbarlikka o'tdi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining raisi Dolqin Ayso apandimning stansimizga bildirishicha, bu navbatlik Milliy Kengashning kun tartibi asosiyatdan muqimlashgan bo'lib, Milliy Kengash rasmiy boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 22 may kuni butun kun 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining tunji qitimliq yuzturan yig'ini chaqirilib, 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining oldingi yarim yillik xizmatlari umumyuzlik ko'zdan kechirilib chiqildi va qurultayning keyingi yarim yillik konkret xizmat plani tuzib chiqiladi. Milliy Kengash vakillarini tizimga oldirish va ularni mehmonxonaga o'rinlashtirish xizmatlari 22 may kuni tushdan keyin Yevropa vaqti soat 14 da rasmiy boshlanadi va shu kuni kech soat 18 da vakillarimiz o'rinlashgan mehmonxonada vakillarimizning uchrashish yig'ini o'tkaziladi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashi 23 may tushdan burun soat 9 da tayyorlik komitetining raisi Dolqin Ayso apandimning riyosatchiligida Qurultay raisi Turg'unjon Alovdin apandimning ichilish nutqi bilan rasmiy boshlanadi. Bu navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashining ichilish va yepilish marosimi birga o'tkaziladi. Qolgan vaqtlarda dunyoning har qaysi ellaridan kelib yig'iladigan Uyg'ur yoshlari vakillari Milliy Kengashga parallel holda o'z oldiga ayrim muzokara ilib boradi. Ichilish marosimining amaliy ahvoli Qurultay televiziyasi tomonidan naq maydondan bevosita tarqatiladi. 23 may atdigan soat 9 da boshlanib, 25 may kech soat 17 da oxirlashadigan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi jami 14 cho'ng bo'limga ayrilgan bo'lib, bu bo'limlarda 20 dan ortiq davlatdan keladigan 60 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari va har soha zotlari navbatda o'zgarayotgan xalqaro vaziyat va Uyg'ur vaziyati asos mazmun qilingan 50 dan ortiq aktual tema ustida muzokara ilib boradi. Va 25 may kuni yig'in oxirida 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashi ishtirokchilari nomidan butun dunyoga va xalqimizga qarata o'rtaq axborot va deklaratsiya e'lon qilindi. 23 maydagi Milliy Kengashning ichilish marosimida va shu kuni tushdan burun maxsus chet ellik do'stlarimiz uchun ayrilgan o'zgarayotgan dunyoda Uyg'ur masalasi, fursatlar va xirslar degan temadagi 2 bo'limida zo'rayotgan chegara halqagan bostirish qarshi tadbirlar degan temadagi 3-bo'limda BDTning ziyonkashlik uchirg'uchilarga qarta majburiyatlari degan temadagi 4-bo'limida va qonun yo'llar orqali Uyg'ur majburiy amkiga taqobil turish degan temadagi 5-bo'limlarda Yevropa parlamenti va ba'zi g'arb ellari ham Turkiya parlamentining a'zolari, Amerikaning Myunxen bosh konsulini o'z ichiga olgan diplomatlar, BDTning dokladchi xodimlari, Nobel mukofoti sohiblari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, chet ellik tadqiqotchilar, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining mas'ullarini o'z ichiga olgan chet ellik do'stlarimiz yuqorqi temalarni cho'ridigan asosda o'zlarining qarash va tavsiyalarini o'ttirib qo'yib o'tadi. Milliy Kengashning ommaga yepiq bo'lgan rasmiy ishki muzokarasi 23 may tushdan keyin Dolqin Ayso apandimning riyosatchiligida o'tkazildigan Sharq Turkiston tashkilotlari aro hamkorlik, tashkilotlarimiz duch kelayotgan ishki tashqi xirslar va tashkilotlar aro milliy birlikni saqlash degan temadagi yumaloq ustal muzokara yig'ini bilan boshlanadi va ishki muzokaralar Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi va Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan jiddiy masalalar asos mazmun qilingan qiziq temalar bilan davom qiladi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandimning stansimizga bildirishicha, bu navbatlik Milliy Kengashga bevosita kelib qatnashadigan vakillarning sonimi asosiyatdan muqimlashgan. Milliy Kengash vakillarining omonligiga kafolatlik qilish, shundaqla vizaga ehtiyojli bo'lgan vakillarimizga qulaylik yaratib berish uchun Qurultay markaziy ishxonasi Germaniya Tashqi ishlar ministrligi va munosabatli bexatarlik organlari bilan maxsus ko'rishishlar ilib borgan. Vakillar o'rinlashadigan mehmonxona
yig'in zali qatorliqlar muqimlashtirilib, vakillarni yataq o'rinlashtirish va ularning tomoq masalasini hal qilish uchun Germaniya Uyg'ur ma'rif va madaniyat birligi, Myunxen cho'nglar, o'tir yoshlar va yoshlar mashrablarning yetakchiligida maxsus xodimlar o'rinlashtirilgan. 3. navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish qaror qilingandan buyon, qurultay markaziy ishxonasi Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatining vakillari bilan bir qancha qatim maxsus yig'in o'tkazib, Milliy Kengashning orqa sap va kutib olish xizmatlari haqida konkret o'rinlashtirish va ish taqsimoti ilib borgan edi. Moşu ayının 14. günidən 15. günigacha Yevropa İttifaqı bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillik munosabati bilan Yevropa parlamentida ilib berilgan faoliyat jarayonida Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumratay Erkin va qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysolardan tashkillangan bir hay'at parallel holda lobbichilik faoliyati ilib borgan. Buningdan 50 yil ilgari, ya'ni 1975 yili 5 ayning 6 kuni Yevropa İttifaqı bilan Xitoy diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lib, bu Xitoyning Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlarning bozorga kirishiga yo'l ochgan edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining o'tirg'i chiqishi, Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklarining pash bo'lishiga ergishib, Yevropa davlatlari Xitoyning yolg'iz iqtisodiy manfaatiga tahdid emas, balki insoniyatning tinchligiga tahdid ekanligini to'nib yetishga boshlagan va bu sabablar bilan Yevropa Ittifoqi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotganliklari insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfini shakllantiradi deb qaror olgandan beri buning munosabatlik bir qator qaror va siyosatlarni yo'lga qo'ygan edi. Bu ahvol yaqin yillardan buyon ikki tarafning munosabatini jiddiylashtirgan bo'lib, Amerika bilan Xitoy o'rtasida savdo to'qinish portlagandan buyon buni fursat bilgan Yevropa Ittifoqi Xitoy bilan texmi qo'yiq munosabat o'rnatishning yo'lini izlayotgan bo'lib, bu yil ikki davlat diplomatik munosabatining 50 yillik munosabati bilan Xitoymi diplomatik lobbichiliklarni kuchaytgan. Mana shundaq vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlik hay'ati Yevropa Ittifoqida bir yurish lobbichilik faoliyat ilib berib, Yevropa parlamentidagi koni yangi do'stlar bilan uchrashib suhbatda bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligining hilimi ham davom qilayotganligini, shundaqla Xitoyning Yevropa va G'arbdagi demokratik davlatlarni aldashga urinayotganligini tonishtirgan. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin apandim monolarni dedi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerlaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, biz Dünya Uyg'ur qurultayi hay'ati Madeirada o'tkazilgan Vakolatsiz Millatlar Tashkilotining o'z taqdirini o'zi belgilash konferensiga qatnashib, u yig'in tugagandan keyin biz Brukselga keldik. Brukselda bu yerda o'tkazilgan Yevropa Xitoy 2025 yillik dialog yig'inidan burun Yevropa parlamentining buni munosabatlik vakilleri bilan ve komisyon a'zolari bilan görüştük ve ondan keyin Tibetning ekologiyasi haqida hazırlagan Tibet tashkiloti hazırlagan, tayyorlagan bu raporni taqdim qilishga qatnashdik. Shu munosabat bilan bizning Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda o'tkazgan ekologiyalik buzg'unchilik jinoyatiga qarshi bizning bir qancha fikrimizni o'tirib qo'ydik va undan boshqa yana ko'plagan Yevropa komissiyoni a'zolari va bir qism parlament a'zolari va bir qism ommaviy tashkilot rahbarlari bilan ko'rishdik. Bu qatorda bizning bir haftalik bu faoliyatimiz g'alabalik natija ko'rdi. Yevropa Ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikda qanday strategiya muhtoj? Bu haqda Yevropa parlamenti a'zosi, Yevropa parlamentining Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarga mas'ul vakillarining boshlig'i va Yevropadagi Uyg'ur do'stlik guruhining a'zosi Engin Eroğlu mush oyning 7-kuni o'zining LinkedIn hisobida bu vaqtdagi qarashlarini mundaq bayon qilgan. 2025 yili 5-oyda Yevropa Ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida rasmiy diplomatik munosabat o'rnatilganligining 50 yilligi. Bu xotir kun tabriklash fursati emas, balki o'ylanish uchundir. Chunki Yevropa bilan Xitoyning munosabati hozir halqiliq o'tkalda turmoqda. Yevropa bilan Xitoy munosabatining burilish nuqtasi 2013-yili Xi Jinpingning vazifaga o'tirishi bilan kelgan. Shuningdan keyin Xitoy davlat ichida borgan sir mustabitlashib,
tashqi siyosatida demokratiya bilan qarshilashishga qarab yuzlandi. Xitoy iqtisodiy raqobat va G'arb bilan sistemlik raqobatlashishdan boshqa, Shi Jinping rahbarligidagi Xitoy dunyoning bexatarlik xavfiga aylanib qoldi va yer shari bexatarlik qurilmasiga bevosita ta'sir ko'rsatishga boshladi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.